Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. 5 kecha borki, duolar qaytarilmaydi. Rajab oyining ilk kechasi, Sha'bonning 15-kechasi, Juma kechasi, Ramazon va Qurbon hayitining kechalari. Hadis. Bizning masjidlarimiz sodda va samimiy xalqimizni tabiatiga, qalbiga xos bo'lib, bularda o'zgacha bir farah va hassoslik bor. Masjidlarimizdagi fayz va ozodalik ana shu o'yni ko'ngilga soladi. Allohning yerdagi bayti bo'lmish masjidda shunday bir sinoat borki, uni qalb xotirjamligiga daxldorligi bilan izohlaydilar. Allohga hamd bo'lsin. O'tgan asr, bundan 30 yil, 40 yil avval qurbonlik qila olmasdik. Bir xonadonga borsak, magazin go'shti olib kelibdimi, bozordan qassobning go'shti, buni go'shti halolmi, harommi degan savol berishlikka to'g'ri kelar edi. Bugun alhamdulillah qurbonliklarimizni qilyapmiz. Qurbon hayiti kuni hammalarimiz farzand zurriyotlarimiz bilan mana bunday masjidlarga tashrif qilib qilyapmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu kunlarda qilingan yaxshi ishlar boshqa kunlardagidan ko'ra Alloh taologa suyukliroqdir deb marhamat qiladilar. Allohning kalomingni barakotlari bilan barchalarimizni umrlarimizga, hayotlarimizga, jonlarimizga barakotlar bergin. Kasb va kamolotlarimizga o'zing barakotlar bergin. Jannat makon yurtimizni barakotlarga to'ldirgin. Tinchligini barqaror aylagin. Alloh taborak va taolo bu kalomingning hurmati va barakoti bilan yurtimizda doimo har bir mo'min musulmonni kalomi sharifni tilovat qiladiganlardan qilgin. Farzand zurriyotlarimizni ahli solihlardan qilgin. El yurtga manfaatlik, ota-onalarga itoatlik, yagona o'zingga sajda qilib ibodat qiladigan, ilmda taqvoda bizlarga peshvo bo'ladiganlarni o'zing ko'paytirgin. Allohumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim bi rahmatika ya arhamar rohimin. Bu kunda qalblar sevinchga to'ladi. O'ksik ko'ngillarga shodlik ulashiladi.
ziyoratchilarning latif va shirin so'zlaridan qariyalar hamda xastalarning dillariga quvonch qalqiydi. Hamma bir-birini tabriklaydi, ginalar unutiladi. Qizaloqlar otalarini, akalarining hayitlik olib qaytishini intiqib kutishadi. Barcha yangi, pokiza liboslar kiyadi. Biz uchun shunday kunlarni yaratib qo'ygan Allohga hamdlar aytamiz. Bayram hammalaringizga muborak bo'lsin.